Voy, potchilar mana tangalarga stolga ovqatlangan keldik. Hozir ko'rasizlar, hozir tangalarga ovqatlanmoqchimiz. Ya keling uka, keling. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, qalaysiz, qalaysiz? Va tangalarga ovqatlanmoqchimiz sizlar. Bo'ldi. Vagonimni olib keling tanga. Bo'ldi, aka, yo'q, ovqatlar ko'ray. Aka, mana. Keling uka. Ovqatlanamizda. Tangalarimiz yetami aka, choy ichgani? Yetadi, yetmasa biz bor uka. Biz ham Qo'qondanmiz, Bo'ydidamiz uka. Ovqatlar nechta bo'lyapti o'zi aka? Non choy aslugasidan 40 ming so'm. Hamma ovqatimiz bir xil narxda. Bizi Shopir akalar ham borda, Shopir akalarga deyin skidka ham bormi aka? Skidka bor, 20 ming so'm Shopirlarga. Bo'ldi. Aka, mana shu tangalar sanab 40 ming sana o'laverasizlar. Voy, potchilar mana ko'ringlar, mana ovqatlandim ham. Bitta tanga ham berdik. Povur akaga, Povur aka lakasan aytaverasiz, o'shonamdi. Bo'ldi. Toshkentga kelishda Oqtulpardan 500 metr o'tganda razvorot qilib kelasizlar. Toshkentdan kelishda Chuqur choyxonasidan 500 metr o'tganingizda pastlikda Go'zal choyxonasi. Bo'yda Oqqo'rg'on. Vahob akani ko'pchilik taniydi ekan, qog'oz pulga ham savdo qilaverar ekan, tangadan tashqari. Jo'lli kelaverasizlar. Mana shu videoni tarqatib yuboringlar Vahob akani taniganlarga. Jo'lli bag'i.